Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akramov va sizlar bilan 53-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu o'nli kasrni o'nli kasrga qo'shish va ayirish. O'nli kasrni demak nima ekanligini bundan oldingi darsimizda aytib o'tdik. Vergul qatnashgan kasrlar. Ya'ni vergullik ko'rinishdagi kasrlar o'nli kasrlar deyiladi. Demak, biz hozir buni qo'shishni yoki ayirishni ko'rib o'tamiz. Qanday qo'shiladi? Albatta, barchamiz natural sonni ustun shaklda qo'shishni bilamiz. Ya'ni tagma-tag qo'shishni barchamiz bilamiz, ha? Bunaqa holatda natural sonlarni qo'shganda, demak, sonlarning oxiri, ya'ni o'ng tomoni bir tekis bo'lishi kerak edi. Lekin o'nli kasrlarni o'nli kasrga qo'shganda ham, o'nli kasrdan ayirganda ham unaqa qilishimiz kerak emas. Bizda yaxshilab eshitib oling shu joyini. O'nli kasrdan o'nli kasrga qo'shganda eng muhim jihat vergul tagma-tag tushishi kerak. O'nli kasrdan o'nli kasrni ayirganda ham vergul tagma-tag tushishi kerak. Ko'paytirishda, bo'lishda unaqa bo'lish kerak emas, lekin o'nli kasrni o'nli kasrga qo'shganda va ayirganda vergullar to'g'rima-to'g'ri tushishi kerak. Bunaqa holatda deylik, sonlarning oxirini nollar yordamida to'ldirish ham mumkin. Va endi bu yog'iga vergulni tagma-tag yozib olgandan keyin xuddi natural songa qo'shgandek yoki ayirgandek ayiraveramiz. Xo'p, bu darsimizning nazariy qismi edi o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu o'nli kasrni o'nli kasrga qo'shish va ayirish. Xo'p, birinchi navbatda qoidani eslatib o'taman. O'nli kasrni o'nli kasrga qo'shganda va ayirganda o'nli kasrlarning vergullari tagma-tag tushishi shart. Ya'ni ustuncha qilib qo'shganimizda va ayirganimizda vergullar tagma-tag tushishi kerak ekan. Xo'p, ana endi bevosita misollarni ko'rib o'tamiz. Demak, bizga quyidagicha misol berilgan bo'lsin. 34,8 qo'shilgan 6,72. Xo'p, buni qo'shish uchun mana ustuncha shaklda yozib olamiz va bunda albatta vergul tagma-tag tushishi shart. Mana vergul, mana vergul. Demak, tagma-tag tushyapti, ya'ni siljib ketgani yo'q. Va agar shunda tagma-tag yozganimizdan keyin deylik oxirgi raqam ochiq qoladigan bo'lsa, 0 bilan to'ldirib olishimiz kerak. Ya'ni 34,8 bo'ladiganimiz, mana 34,8 aslida bu edi, 6,172 esa mana bu. Va biz nimaga ahamiyat berdik? Vergullar tagma-tag tushayotganiga ahamiyat berdik va o'zimizdan sonni oxirini to'ldirish uchun 0 qo'shib olsak bo'ladi istalgancha. Albatta bitta 0 qo'shib oldik, chunki oxiridagi raqamlar bir tekis bo'lishi uchun. Xo'p, ana endi asosiysi, demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, vergul tagma-tag tushishi kerak va oxirini nollar bilan to'ldirishimiz mumkin ekan. Ana endi xuddi natural sonni qo'shgandek ustuncha shaklda qo'shamiz. Ya'ni 0 ga 2 ni qo'shamiz 2, 8 ga 7 ni qo'shamiz 15 ni 5 bir yodda. Xo'p, 4 ga 6 10 bo'ladi, bir yoddagi bilan 11, yana bir yodda, 3 ga demak 1 ni qo'shsak 4 bo'lar ekan. Natijada 41,152 degan son hosil bo'ldi. Xo'p, ana endi navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'p, 38,171 qo'shilgan 3,1000 Bunda ham yuqorida aytib o'tganimizdek, mana o'sha sonlarimiz vergul tagma-tag tushishi shart ekan. Qo'shganda va ayirganda vergul tagma-tag tushishi kerak. Vergul tagma-tag qilib yozilgandan keyin oxirida deylik 0 bilan to'ldirib olishimiz mumkin ekan. Mana ko'rib turibsiz, vergul tagma-tag yozildi. 38,171 ning orqasiga esa bitta 0 yozib oldik. Xo'p, ana endi xuddi natural sonni qo'shgandek qo'shaveramiz. Demak, 0 ga 9 ni qo'shsak 9, 1 ga 1 ni qo'shsak 2, 7 ga 4 ni qo'shsak 11 ni 1, bir yodda. Demak, shu vergul tagma-tag yozilganda, shuni to'g'risidan yana vergul bo'lar ekan demak. Mana. Xo'p, ana endi 8 ga 3 ni qo'shamiz 11, bir yoddagi bilan 12, yana bir yodda 3, demak 1 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 4 bo'lar ekan. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, navbatdagi misollarga o'tamiz. Ana endi o'quvchilar ayirishni ko'rib o'tamiz. Ayirishda ham xuddi shu qoida, ya'ni o'nli kasrdan o'nli kasrni ayirganda ham vergul tagma-tag tushishi kerak. Demak, bizga quyidagicha misol berilgan. 31,9 ayrilgan 4,1
mingdan 283. Mana belgilab olamiz. 31,9 edi va 4 butun mingdan 283. Bunda shunday yozildiki, virgullar tagma-tag tushyapti. Demak, virgullar to'g'rima-to'g'ri tushyapti va javobdagi virgul ham shuni to'g'risidan bo'ladi demak. Mana. Va bunda ortiqcha demak, sonlar, ortiqcha xonalar 0 bilan to'ldirib olinadi demak. Mana o'zimizdan istalgancha 0 qo'yib, demak, oxirini bir tekis qilib olishimiz mumkin ekan. Xo'p, ana endi ayirganda, natural sonni ayirganda ayiraveramiz. Demak, 0 dan 3 ni ayira olmaymiz. Bitta qarz olib berishimizga to'g'ri keladi. 10 bo'ladi, 10 dan 3 ketsa 7. Bu 9 bo'lib qoldi. 9 dan 8 ketadigan bo'lsa 1. Bitta olib berganimiz uchun 8 qoldi. 8 dan 2 ketadigan bo'lsa 6 va virgulni to'g'risidan yana virgul qo'yiladi. Xo'p, 1 dan 4 ni ayira olmaymiz. Demak, 1 ni olib bersak, bitta olib bersak 11 bo'ladi. 11 dan 4 ketsa 7 va 2 ni o'zi qolar ekan. Xo'p, navbatdagi misolimizga o'tamiz. 15,100 dan 46 ayirilgan 3,10 dan 8. Xo'p, bunda ham virgul tagma-tag tushishi kerak. Mana belgilab olamiz. 15,100 dan 46 ayirilgan 3,10 dan 8 edi. Bunda eng asosiysi mana virgul tagma-tag tushgan va javobdagi virgul ham shuning to'g'risidan qo'yiladi demak. Va mana 15,100 dan 46 3,10 dan 8 ko'rib turibsiz va oxirini mana 0 bilan to'ldirib olyapmiz. Qaysida raqam kam bo'lib qolsa, shuni oxirini 0 bilan to'ldirib olishimiz mumkin ekan. Va ayirish yuqoridagi aytib o'tganimizdek, natural sonda ayirgandek ayirilaveradi. 6 dan 0 ni ayirsak 6, 4 dan 8 ni ayira olmaymiz, bitta olib beramiz. 14 bo'ladi. 14 dan 8 ketsa 6. Demak, virgulni to'g'risidan yana virgul qo'yiladi. Xo'p, bitta olib berganimiz uchun 4 qoldi. 4 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak 1 qoladi va 1 ni ham o'zini yozadigan bo'lsak 11,166 javobga ega bo'ldik demak. Xo'p, o'quvchilar, natural sonda natural sonni ayirish va natural songa natural sonni qo'shish xuddi shunaqa tartibda bajariladi. Xo'p, bu darsimizning oxiri edi o'quvchilar. Birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Buxoro matematika maktabi va Eldor Akramov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha